bilan ayniqsa itlar bilan shunaqangi bir filmlar bor. Itlar bilan topish bo'yicha, masalan, kinologlar deyshadi ularni. aynan itlar bilan va hozir bizni bugungi bayramona kayfiyatga yana bir kayfiyat qo'shish istagida bo'lgan ajoyib insonlarimiz kelishgan. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi kinologlar markazidan serjant Sodiq Dilmurodovni hamda Best laqabli ajoyib itimizni studiyamizga taklif qilamiz. Qani marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka qanaqasiz? Yaxshimisiz? Charchab. Bayramlar Omonmisiz? rahmat. Best bor, Gulruh bilan ko'rishib kelishdi. Gulruh bilan bitta ko'rishib. Shart emas. Men o'sha yerda tanishaveraman. Bizlar bestimiz xavfsiz. Aytmadingiz. Hozircha Xavfsiz. Yaxshi ko'ringan odam uchun xavfsiz. Agar yoqmasa, Yo'q. Nima qiladi yoqmasa? Qani shu Gulruh bilan tanishtiringchi, yoqarmikan? Gulruh keling, qo'rqmang. Voy. Men o'zi Best ishlamaydi. Keling. Faqat Gulruh emas, bu yerda men ham o'zi itlardan qo'rqaman. Yo'q, men qo'rqmayman nimagadir. Xarakter mos kelgan bo'lsa. Men rostdan qo'rqaman. tishlamay, yaqinroq kelavering. Rostdan ishlaydimi? Yo'q, Bilasizmi, filmlarda menga eng yoqqan film aynan ruscha film bor. Muxtar. Ко мне Muxtar. Muxtar. Yuriy Nikulin bilan birgalikda. Yuriy Nikulin o'ynagan ajoyib film, haqiqatan ham yaxshi film. Hey, Dilniyoz. Harakat qilmaylar. Yo'q, hazillashdim. Best, hazil tushunadimi ishqilib? Shu akangga tishlay olasanmi? Ish davomida hazillashib turasizlarmi ishqilib? Hammasini to'g'ri qabul qiladi. Xo'p, agar buyruqlar berishni boshlasangiz va bu Bestni nimalarga qodir ekanligini birgalikda guvohi bo'lardik. Best asosiy yo'nalishi antiterror va himoya qaror yo'nalishi. Aktyor. Dushmanlarni Aktyor emas, o'zingiz bosing. Antiterror. Dushmanlarni qo'lga olish, har xil hududlardan, obyektlardan, binolardan tishlash. Biz borib uni qo'lga olgancha bu borib ushlab turadi. Maqsad shu, asosiy maqsad dushman qo'lga olish. Tryuklar ko'rsak bo'ladimi? Hozir bir ikkita komanda qilaman, sharoitdan kelib chiqib. Bo'ldi. Faqat o'zingiz ushlab turing, iltimos. Yo'q, buni ushlash shart emas. Sizni bu gapingizdan keling. Gulruh. Qo'rqmang, voy. Best. Men shu yerda o'tiraman. Redim. 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 Сидит. Место. Лежит. Стоит. Сидит. Тихо. Сидит. Оп. Молодец. Bravo. Рядом. 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 Лежит. Бas. Umri. Круг. Лежит. Лежит. Круг. Хорошо. Лежит. Лежит. Круг. Молодец. Baraka topsinlar. Baraka topsin. Oy. Tazim. Rahmat. Bravo. Gap yo'q, Best. Gap yo'q. Рядом. Сидит. Тихо. Barakalla. Har bir harakatdan keyin nima bilandir bo'lsa ham rag'batlantirasizmi? Masalan, Xursand qilasizmi? shirinlik beriladimi yoki nimadir? O'rgatish jarayonlari bor. O'zini ovqat bilan o'rgatsa bo'ladi. Endi ba'zi xizmat itlari shirinlik yoqtiradi, ba'zilari o'zini maxsus quritilgan ozuqalari bo'ladi. Shular bilan har komanda bajarganda boshlanish tayyorgarligida rag'batlantirib o'rgatiladi yoki o'zini buyumi, aport deymiz, to'pmi, har xil jismni o'ynashni yaxshi ko'radi. O'yin qarorligi yaxshi. Shu bilan rag'batlantirib turamiz. Juda hozir bu kuchugimiz qaysi porodaga mansub? Bu belgiyskiy ovsharka Malinova zotli hisoblanadi. Hozirda dunyo talabi desa ham bo'ladi xizmat davomida, chunki bu bir tomon yaxshi, xizmatda charchamaydi, sportivni hisoblanadi. Misol uchun ko'p zotli itlar yozda issiqda qiynalishadi, ozgina erinchoqlik qiladi itlar. Necha yildan beri birgasizlar, sir bo'lmasa? 6-yil boshlandi, 5 yosh to'ldirdi. O yoshi nechida? 2020-yil 12-dekabr. 12-dekabrda tug'ilgan. Kichkinaligidan tarbiyalab, o'rgatib, o'zingiz g'amxo'rlik yo sizdan boshqa inson ham bu bilan xizmat safariga chiqishi mumkinmi? Bu kinologiya markazimizda, Mudofaa vazirligi kinologiya markazimizda tug'ruqxonamiz bor, o'zimizning itlarning maxsus tug'ruqxonasi, veterinariya bo'limlari bor. Shu yerda ko'paytiriladi, 3 oy, 4 oylikgacha
veterinariya ko'rigida tug'ruqxonada bo'ladi. 4 oylikdan boshlab xizmatga layoqatli sifatida bizga kinologlarga biriktiriladi. Shundan boshlab biz yo'nalishlarga tayyorlab boramiz. Qarab borasiz. Buni uyingizga ham olib borasizmi yo faqat ishxonada qoladimi bu? Yo'q, uyga ham olib boramiz, dam olish kunlar oila davrasida. Demak, farzandlaringiz ham, oila ham Bestni juda ham yaxshi tanishadi. Shunday Qo'yil qarang. Demak, oilaviy yaqin bo'lgandan keyin albatta u buyruqlarni so'zsiz bajaradi. Ham rag'batlar, ham ayniqsa xizmat vaqtida demak, hech qanday bir mas'uliyatni suiiste'mol qilmasdan astoydil kirishar ekanda. Bir tanu bir jon bo'lishadi-da endi. Shunday xizmat etiga yurakdan bu kasbim, hunarim deb turib yurakdan o'rgatilsa, yurakdan xizmat olib borilsa, it ham hech qayerda bergan mehrini suiiste'mol qilmaydi, xizmatni yaxshi olib boradi. Aynan Bestga keladigan bo'lsak, hozirgi vaqtgacha Bestni qandaydir yutuqlari bormi? Biz eshitishimiz kerak bo'lgan. Best Nimalar qildi shu vaqtgacha? Nimalarga erishdi? Nimalarga erishdi? Best bilan 3 marta ketma-ket jahon chempioni bo'ldik. Rossiyada, Gap yo'q. Afrikada, Jazoir davlatida, keyin 2022-yil o'zimizni chempioni. yurtimizda O'zbekistonda bo'ldi, o'zimiz markazda. Aha. Armiya yo'llari yo'nalishida, Sog'liq do'st yo'nalishi bo'yicha shunda birga qatnashib ikkalamiz komandamiz bilan birgalikda birinchi o'rinni egalladik Juda va soz. rekordlar o'rnatdi o'zini yo'nalishida. O'zini yo'nalishida rekordlarga ega. Sotirjon aka, marhamat, bayramlar bilan tabriklashingiz mumkin, aka. Barchani 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan tabriklayman. Bu faqat erkaklarni emas, barcha vatanni sevuvchi xalqimizni, onalarimizni, buvilarimizni, opa-singillarimizni ham bayram deb hisoblayman. Hammaga rahmat. Katta rahmat sizga ham. Sog' bo'linglar. Jahon chempioni Bestga alohida tashakkur va o'ylaymizki, bugun bayramda uni xursand qilasizlar. Xudo Va xohlasa. biz ham tashrif uchun sevimli telekanal ijodkorlari nomidan muborakbod etib qolamiz va sizni kuzatib qo'yamiz. Meni yana bitta savolim bor. Labay. Siz hozir aytib o'tdingiz-ku, masalan, o'zini shaxsiy tug'ruqxonasi bor. U yerda itlar baribir ko'paytiriladi yoki yana katta qilinadi. Agar mabodo kimdir men mana shu aynan shunaqa itni o'zimga olib katta qilmoqchiman desa, murojaat qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Vazirlar Mahkamasini qaror chiqdi 2025-yildan boshlab bizning Mudofaa vazirligimizda xalqimizga bizga murojaat qilgan it sotib olaman deb yoki o'zini shaxsiy iti bo'lsa o'rgatib berish yoki veterinariya ko'riklari yoki ko'paytirish yoki 1 oy 2 oy qanchadir vaqtga saqlab turish shunaqa bo'lishi mumkin. Sog' bo'ling. Shunaqa yo'nalishlar bo'ladigan bo'lsa bemalol kelib o'zini xizmatlari bor. Shu xizmatlar bilan tanishib turib biz o'rgatib beramiz. Bemalol o'rgatib berasizlar, kerak bo'lsa it ham berasizlar. It ham sotamiz. Salomat bo'ling. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Yaxshi kelibsiz. Best, xayr. All the best. All the best. Xo'sh, Umid aka, endi bayramona kayfiyat davom etadi. Sizdan qo'shiq tinglaymiz aka. Albatta. Atirgul. Atirgul. Marhamat. O, gapsiz. Yaxshi qo'shiq. Gul boshlari raqsga tushib boshlash bizga kerak.